Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'pchilik hozir metangaz 5200 so'm bo'ldi. Ko'pchilik qiynalyapti. Necha kuba, necha pul bo'ladi deb. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman, hisob-kitob qilish. Qaranglar, agar mashinangizda 65 talik gaz ballon turgan bo'lsa, mana qaranglar. 65 ko'paytiramiz. Mashinangizga 200 davleni urgan bo'lsa, 200 ni terasizlar. Agar 220 bo'lsa, 220 qilib terasizlar. Bu gaz datchigida ko'rsatiladigan son bu 220. Shunda qaranglar, 14300 chiqdi. Shuni mana 14 kuba chiqdi, 14 kuba. Shuni 5200 ga ko'paytiramiz. Mana ko'rdinglarmi? 74360 so'm. Aytgan ma'lumotim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosinglar.